Ormay charchamadingizmi? Qayerdansiz? Sirdaryo. Sirdaryodan, O'zbekistondan. Bugun birinchi jahon chempionati chiqqanimizda birinchi golni kim urdi? 60-daqiqada Abbosbek Fayzullayev urdi. O, Abbosbek Fayzullayev qayerdan? Sirdaryodan, Sayxunoboddan. Jahon chempionatidagi tarixiy birinchi golni urgan Abbosbek Fayzullayev mana shu diyordan, Sirdaryodan. Siz ham ihson qilishda, saxovat qilishda birinchilardan bo'ling. Allohning rahmati yog'ayotgan mana shu maskanga kelib, o'z hissangizni qo'shing. Sirdaryo viloyatidagi oziq-ovqat bazamiz Mirzaobod tumani, Toshkent mahalla fuqarolar yig'ini. Xalq tili bilan aytganda eski sovutilgan metan zapravka ichida. Biz ishonamiz. Sirdaryoda yana Abbosbekdek birinchilardan bo'ladiganlar. Oldi safda turib Damas, Labo, Gazel avtomashinalarida ehsonda qatnashib, mehr tashiydiganlar. Albatta sizlarni kutamiz.